Audio Jungle. Assalomu alaykum aziz yoshlar. Bugun sizlar bilan juda muhim masala, giyohvandlik va narkotik bilan bog'liq jinoyatchilik xavfi haqida ochiq va samimiy gaplashmoqchiman. Hech kim bu illatga menga tegishli emas deb befarq qaramasligi kerak. Chunki giyohvandlik bir insonning emas, butun jamiyatning kelajagini yemiruvchi eng xavfli tahdidlardan biridir. Afsuski ayrim yoshlar vaqtinchalik zavq yoki oson pul ilinjida o'z hayotini xavf ostiga qo'yayotganligi hammamiz ko'rib turibmiz. Kuni kecha hurmatli prezidentimiz tomonidan Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida ham shu masalaga alohida to'xtalib, juda jiddiy va ogohlantiruvchi fikrlarni bildirdilar. Xususan joriy yilda 14 mingdan ortiq giyohvandlikka oid jinoyat qayd etilgan bo'lsa, ularning qariyb 3 mingtasi yoshlar tomonidan sodir etilganligi barchamizni chuqur o'ylantirishi kerakligi alohida ta'kidlandi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bugun narko jinoyatchilik transchegaraviy va virtual tus olmoqda. Bu esa giyohvandlikka qarshi kurash faqat huquqni muhofaza qilish idoralari emas, butun jamiyatimizning vazifasiga aylanishini taqozo etmoqda. Aziz yoshlar, sizlar O'zbekistonning intellektual salohiyati, uning ertangi kuni sizlar. Sizlarda bilim olish, yaratuvchanlik, kashf etish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Lekin shu yo'lda qo'yilgan bitta noto'g'ri qadam butun umrga pushaymonga aylanishi mumkin. Bir marta sinab ko'raman degan fikr eng xatarli aldanishdir. Giyohvandlik moddalari orzularni o'g'irlovchi, kelajakni yo'q qiluvchi zahar ekanini hech qachon unutmang. Yurtimizdagi har bir yosh bizning farzandimiz. Biz sizlarni giyohvandlik changaliga tashlab qo'yishga aslo yo'l qo'ymaymiz. Bu borada qabul qilingan milliy dastur doirasida jamiyatda ushbu illatga nisbatan murosasiz muhit yaratish umumiy milliy harakatga aylanmoqda. Sizlarni ham befarq bo'lmaslikka chaqiraman. Atrofingizdagi do'stlaringiz, tengdoshlaringiz taqdiriga loqayd bo'lmang. Agar kimdadir xavfli moyillikni ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zishdan hech qochmang. Chunki befarqlik eng katta xatodir. Sizlarning har biringiz ota-onalaringiz umidi, ustozlaringiz ishonchi va yurtimiz kelajagisiz. Shu bois o'z hayotingizni asrash, sog'lom tanlov qilish va kelajagingizni himoya qilish eng katta burchingizdir. Hamjihat bo'laylik, befarq bo'lmaylik va kelajagimiz uchun mas'uliyatni o'z zimmamizga olaylik.